Bu zulmatda yongan yulduzlar haqida hikoya. Erkinlik uchun, vatan uchun, haqiqat uchun biz kechirdik qamoqlarni, surgunlarni. Ammo yuragimizda bir nur bor edi, xalqqa bo'lgan muhabbat. Biz yulduzli tunlarda orzu qildik, bir kun kelib ozodlik tongi otishni. Yulduzlar so'nmaydi. Yulduzlar, tunlar abadiydir. Otishni. Yulduzlar so'nmaydi. Yulduzlar. Assalomu alaykum qadrli ko'ruvchilar, O'zbek Video internet kanalining aziz tomoshabinlari. Yana ham yulduzli kunlar dasturi orqali men Rahmat Yurtbosh xizmatingizdaman. Umid qilamanki barnoma davomgacha biz bilan bo'lsangizlar. Bu bahsimizni Arasot birinchi qism Quvvat 43-sahifadan boshlaymiz. Andijon, G'ol va Qo'yun. Choparlar hali yo'lda, urush to'poloni Andijonga yetib kelganicha yo'q. Shaharning shimolidagi ko'rkam chorbog' bilan devor bilan o'ralgan. Darvozalarga soqchilar qo'yilgan. Chorbog' ichida 12 yoshlik Bobur Mirzo chopandozlik mashqlari o'tkazmoqda. U chorbog' chetidagi yalanglikdan bo'z otni choptirib chiqdi-yu, birdan jilovini qo'yib yubordi. Kamonga chap dastlik bilan o'q o'rnatdi va chopib borayotgan ot ustidan nishonga otdi. Yoy o'qi nishon yog'ochiga taq etib urilgani ochiq eshitildi. Bir to'p otliqlar mashqni chinor soyasida turib kuzatmoqda edilar. Qora otliq Mazidbek nishonga birinchi bo'lib yaqinlashdi. U Boburning bek atakasi edi. Bobur otini qaytarib kelayotganda Mazidbek unga: "Mo'ljalni andak bilanroq olibsiz, ammo zarbangiz behad yaxshi edi" dedi. Mazidbek sopiga sadaf qadalgan yoy o'qini nishondan avaylab sug'urib oldida qanchalik chuqur botganini barmog'i bilan o'lchab ko'rdi. "Bilagingizda kuch ko'p, Amirzodam. Sherpanjasiz. Podshoh hazratlari sizni Bobur deb ataganlari bejiz emas. Bobur arabcha sher demakdir." Bobur Mirzoning navkarlari, yaroqbardor, tengdosh, ko'kaldosh mulozimlari ham nishon atrofiga yig'ildilar. Ular Boburning hali yosh o'spirin ekanini, qo'lidagi kamonni bo'yi bastiga mos qilib kechaytirib ishlanganini bilar edilar. Shuni o'ylab Bobur maqtovni o'ziga olgisi kelmadi. "Sherpanja deb otamni aytsinlar, men ko'rganman. Zarblari bundan 10 hissa ortiq. Musht ursalar eng zo'r yigitni ham yiqiturlar. Kamini ham aytmoqchi edimki, Amirzodamning sherpanjaliklari podshoh otangizga tortganligingizdan nishonadir." Mazidbek gapni mohirlik bilan burganini sezib Bobur kulib qo'ydi. Uning mayin sarg'ish tavakkali peshonasida, yuqori labining ustida ter rezalari yaltirardi. "Kun isidi, Amirzodam. Yoz Ramazoni trenkani quritur. Iftorgacha toliqib qolmasinlar, endi borib salqinda mutolaa qilsinlar. Kamina Andijon qo'rg'onini mudofaaga tayyorlash bilan band bo'lurmen." Bobur mulozimlari bilan mashq maydonidan chiqayotganda ko'nglida yangi bir istak uyg'onib, ko'zlari sho'x yaltiradi. U otini to'xtatib orqasiga o'girildi va Jaydon Qashqot mingan navkarni yoniga chaqirdi. Navkar yondashganda qo'lini cho'zib otining egarini silkitib ko'rdi. Egar mahkam urgan edi. Bobur navkarga 50 qadamcha nariga borishni, otdan tushib jilovidan sekin yetaklab ketaverishni buyurdi. Mulozimlar orasida eng e'tiborlisi Boburning opasi bilan bir olani yemib o'sgan 17 yoshlik No'yon ko'kaldosh edi. Mazidbek yo'qligida Boburni ehtiyot qilish No'yonga topshirilgan edi. No'yon Boburning nima qilmoqchi ekanini fahmlab bezavolandi. "Amirzodam, hozirgina bir mashqdan chiqdingiz. Boshqa mushkul mashqlarni ertaga qoldiring." "Xo'p, mushkuli ertaga qolsin. Hozir osonni ko'raylik", deb kulib dedi Bobur. Navkar aytilgan joyga borib otdan tushdi va Jaydon qashqasini sekin yetaklaydi. Bobur bo'z otni choptirib borib navkarga yetganda oyoqlarini uzangidan bo'shatdi. Qamchini tishiga oldi. Bo'z ot Jaydon qashqa bilan jet kelgan zahoti Bobur bo'y cho'zib nariga otning
egaridan ikki qo'llab ushladi-yu, bor kuchi bilan egardan egarga sakradi. Biroq navkarning oti sakrash zarbidan cho'chib, hurkib ketdi. Boburning xipcha gavdasi bir lahza havoda muallaq bo'lib qoldi. Keyin pastga tushib ketdi, oyoqlari yerga tap etib urildi. Ammo u qo'llarini egardan bo'shatmadi. Bo'shatsa yomon yiqilishini sezib, jon jahdi bilan yopishdi. Bilaklari chindan ham kuchli ekan, shunday og'irlikka bardosh berdi. Faqat navkar otini to'xtatib olguncha Boburning oyoqlari yerni tirnab sudralib bordi-yu, bejirim ipak sallasi boshidan uchib ketdi. No'yon ko'kaldosh yordamga yetib kelganda Bobur o'zini o'nglab oyoqda turar, biroq rangi juda oqarib ketgan edi. No'yon otdan sakrab tushdi va Boburga sallasini olib bermoqchi bo'ldi. Ammo Bobur tuproqqa tushgan sallaga qaragisi ham kelmadi. Qamchi hamon tishda edi. Uni qo'liga oldi. Navkar yetaklab kelgan bo'z otga indamay mindi. So'ng otiga qamchi bosib chorbog' daraxtlari orasidan ot choptirib ketdi. No'yon uning ketidan vahima bilan tikilganicha qoldi. Hamma yoq doli daraxt, ariq. Otliqlar yuradigan katta yo'l chorbog'ning narigi chetidan o'tadi. Bobur esa to'g'riga ketgan tor so'qmoqdan qalin daraxtlar orasidan yelday uchib boryapti. Ot ariqdan sakrab o'tayotganda Boburning boshi ariq bo'yida o'sgan o'rikning katta bir shoxiga uriladigan edi. Ammo u otning bo'ynini quchoqlab pastga shunday egildiki, o'rik navdalari orqasini ishqalab o'tdi. Pishgan o'riklardan bir qanchasi uzilib, ariqdagi suvga cho'lib etib turdi. Otliqlar yuradigan katta yo'l chorbog'ning narigi chetidan o'tadi. Bobur esa to'g'riga ketgan tor so'qmoqdan qalin daraxtlar orasidan yelday uchib boryapti. Ot ariqdan sakrab o'tayotganda Boburning boshi ariq bo'yida o'sgan o'rikning katta bir shoxiga uriladigan edi. Ammo u otning bo'ynini quchoqlab pastga shunday egildiki, o'rik navdalari orqasini ishqalab o'tdi. Pishgan o'riklardan bir qanchasi uzilib, ariqdagi suvga cho'l etib tushdi. "Sen nega otni mahkam tutmading, avbosh?" deb No'yon navkarni so'kdi. "Hammamiz Amirzodamning qariga qoldik, bizdan xafa bo'lib ketdilar." Bobur bog' to'ridagi muhtasham ko'shk oldiga borib, otini to'xtatdi. Xizmatkorlardan biri shoshilib kelib, otning jilovidan olar ekan, Boburning yolg'iz va boshyalang qaytganidan taajjubga tushdi. Ko'shkda Boburning buvisi Esondavlat begim uni kutib o'tirgan bo'lsa kerak. Agar hozir u Boburning qay ahvolda qaytganini ko'rsa-yu, nimalar bo'lganini bilsa, mulozimlar ham, navkarlar ham jazo olishadi. Chunki podshoh hazratlari Boburni ko'z qorachig'iday asrashni Esondavlat begimga topshirib, chorbog' va qasrni hamma xizmatkorlari bilan uning ixtiyoriga berib qo'ygan. Mulozim va navkarlar qo'rqabsa ko'shkka yaqinlashayotganlarida marmar havzdan biridagi beshoxiga qantarib qo'yilgan bo'z otga ko'zlari tushdi. Bobur havz bo'yidagi tillakori shayvonga kirganini sezishib, shu yerda sekin otdan tushdilar. No'yon ko'kaldosh Boburning sallasini changdan tozalab, qo'lida avaylab olib kelmoqda edi. Shu payt shiypon ichidan boshiga bo'rk kiygan Bobur chiqdi. Oti hurkkan navkar o'zini Boburning oyog'i tag'iga tashlab, uzr so'rashga chog'landi. No'yon ko'kaldosh sallani nodir sovg'aga o'xshatib avaylab ko'tarib kelayotganini Boburga birdan juda kulgili tuyuldi. Undan qari dushnon kutib bosh egib turganlar to'satdan kulgi tovushini eshitib, hayrat bilan bosh ko'tardilar. Bobur bolalarcha zavq bilan gavdasini orqaga tashlab xandon urib kular edi. No'yon ko'kaldosh ham qo'lidagi sallaga endi boshqacha ko'z bilan qaradi va kulib yubordi. Boshqalar ham yelkalaridan tog' qulab tushganday yayrab kular va jilmayar edi. Bobur kulgidan to'xtab, oti hurkkan navkarga yuzlandi. "Sizda ayb yo'q edi." Navkar undan katta bir in'om olganda yurakdan minnatdor bo'lib ta'zim qildi. Bobur No'yonga tayinladi: "Katta onam bilmasinlar. Muddaomiz o'zi shu, Amirzodam." Kuldi No'yon va boshqa mulozimlarga sirdoshlarcha ko'z qisib qo'ydi. Shunday paytda ko'kaldosh va tengdoshlar o'zlarini taxt vorisiga xizmat qilib yurgan yosh mulozimlar deb emas, uning sirlariga sharik bo'lgan yaqin do'stlar deb bilishar va bundan ko'ngillari o'sib, Boburga mehrlari oshar edi.
ko'shkdan chiqib kelgan Sudar Bobur qarshisida qo'l qovushtirib, ichkaridan mudarris uni kutib o'tirganini aytdi. Bobur bugun shariat ilmidan dars olishi kerakligini esladi va tengdoshlaridan istar-istamas ajralib ko'shkka yo'naldi. Eshiklari nafis o'ymakorliklar bilan bezalgan, ichdagi oltin kumush buyumlar ko'zni qamishtiradigan ko'shkda hozir Boburni faqat bitta xona o'ziga tortar edi. Mudarrisning kutib o'tirganiga qaramay, Bobur yaxshi ko'rgan kitoblari qo'yilgan shu xonaga burildi. Baxmal va charm muqovvalar ichidan sahifalarga bitilgan satrlarda ulug' shoirlarning otash nafaslari sezilib turganday bo'ladi. Bobur Firdavsiydan, Sa'didan minglab baytlarni yod biladi. Hozir u kitoblar orasida Hamsani olar ekan, uzoq Hirotda yashayotgan Alisher Navoiyni xayol ko'zi bilan ko'rib turganday bo'ldi. Hirotda ta'lim olib kelgan andijonlik me'mor Mullo Fazliddin mana shu ko'shk va marmar havzli tillokori shiyponni qurgan paytlarida yosh Boburga Navoiy haqida juda ko'p ajoyib hikoyalar aytib bergan edi. Me'mor Hirotdan Alisher Navoiyning behzod chizgan rasmidan yaxshi bir nusxa ko'chirtirib kelgan edi. Bobur ham Navoiyga ixlosmand ekanini sezgan me'mor unga mana shu rasmni in'om qilgan edi. Bobur Farhod Shirin dostoni qatidan shu rasmni oldi-yu, shariat ilmiga oid daftarning ichiga soldi. So'ng mudarris o'tirgan xonaga chiqdi. Oppoq soqoli ko'kragini qoplab yotgan katta oqsarla o'ragan qoshlari ochiq keksa mudarris darsxona to'rida banoras ko'rpacha ustida o'tirib, Qur'ondan qiroat bilan suralar o'qigach, fors tilida fiqh ilmining qonunlarini tushuntirishga kirishdi. Bobur arab, fors tillarini yaxshi o'rgangan, Qur'on suralarining ko'pini yod bilar, ma'nosini ham tushunar edi. Fiqh ilmining ba'zi nuqtalariga qiziqar ham shu edi shu. Fiqh ilmining ba'zi nuqtalariga qiziqar ham edi-yu, ammo hozir shu daqiqalarda uning ko'z oldidan So'rob va Farhodlarning qahramonona ishlari suron solib o'tmoqda edi. Chorbog'dagi mashqlar paytida tanasiga sig'may avjlanib ketgan sho'x, bebosh bir kuch hali ham qalbini junbishga keltirib turibdi. Unga yod bo'lib qolgan sevimli baytlar goh turkiy, goh forsiy ohanglarda mudarris qiroatini yorib o'tib, xayolida jaranglab eshitila boshladi. Qoshiyosin mudayin, ko'zi qarosin mudayin. Mardoni jahon, mardi biyomuz. Yod bo'lib qolgan bu satrlar xayolidan o'tayotganda, Bobur daftari orasiga solingan suratni mudarrisga ko'rsatmaslikka urinib, sekin oldi. Ko'zlardan ilhom va mehr yog'ilayotgan Navoiy uzun qora chakmon kiygan, ingichka asoga suyangan, uning butun qiyofasi yaxshilik istab kelgan har bir kishiga katta yaxshiliklar qila olishidan dalolat beradi. Bobur suratga qarab turib o'zicha so'radi: "Ulug' amir, nasib qilsa huzuringizga borsam, yo'limda axir mana ajdaho uchrasa, Farhodingizday hammasini yengib o'tsam, o'shanda siz menga shariat tilsimini ochig'uvchi kalit berurmisiz?" Mudarris qiroat bilan o'qitirayotgan darslari behuda ketayotganini birdan sezib qoldi. Sekin o'rnidan turdi-da Boburning yoniga keldi. Bobur suratni yashirishga ulgura olmadi. "Odam surati", shiddat bilan so'radi mudarris. "Siz Qur'oni sharifdan sabaq eshitish o'rniga shariat qat'an man etgan suratkashlik bilan mashg'ulmisiz?" "Mudarris janoblari, bu suratni men chizgan emasman. Buni menga Hirotdan keltirmishlar. Bu ulug' zot Amir Alisher Navoiy." Mudarris Navoiyni shoir deb eshitgan, asarlarni hali o'qimagan edi. Odam suratini tartmoq shaytoni la'inning ishi. "Qani bu suratni menga bering, amirzodam", deb aytdi. Mudarrisning qahrli vajohati suratni yirtib tashlashdan ham toymasligini ko'rsatar edi. Shuning uchun Bobur suratni bermay turib oldi. Mudarrisning g'azabi keldi-yu, ammo taxt to'g'risiga qattiq gapirishdan qo'rqdi. Boburdan xafa bo'lib, Eson davlat begimga shikoyat qilgani ketdi. 55 yoshlardagi salobatli kampir sidirg'a oq atlas ko'ylagini shitirlatib darsxonaga kirib kelayotganda, Bobur darhol o'rnidan turib, buvisiga salom berdi. Eson davlat begim suratni qo'liga oldi va Navoiy tasviriga beixtiyor qiziqib, "Yuzlarida farishtalari bor zot ekanlar", deb qo'ydi. So'ng Farid dugnasining
bir cheti bilan yuzini mudarrisdan to'sib, unga yarim o'girilgan holda dedi: Mudarris janoblari, bu surat Hirotda shariat peshvolarining ruxsatlari bilan chizilgan-ku. Meni ma'zur tuting, Hazrat xonim, dedi eshik oldida qaboq solib yerga qarab turgan mudarris. Ammo Hirotda shariat qonunlari buzilmishdir. Shialar ta'sirida chizilgan bu surat bizning pok sunniy mazhabimizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Men taxt o'g'risini ogoh qilmoqchimanki, bizga Muhammad alayhissalom vasiyat qilgan chin musulmonlik al-hol Xorosonda emas, Movarounnahardadir. Eson Davlatbegim mudarris bilan mazhablar to'g'risida bahslashib o'tirishni istamadi. Boburga yuzlanib, mudarris janoblari bir jihatdan haqlar dedilar. Faqat darsida surat tamoshosi o'rinsiz azizim. Tengda inoyat qilsa siz hukmdor bo'lib, yur so'ragaysiz. Shuning uchun faqat qonunlarini boshidan oxirigacha bilib oling. Suratni men olib ketay. Bobur suratni buvisidan bir nafasga so'rab oldi-yu, avaylab kitob orasiga solib berdi. Ehtiyot qilingiz, sizga orzuyimni topshirdim dedi. Eson Davlatbegim nevarasining so'zlarini yoqtirib dedi: Balki Alisherbekni Andijonga taklif qilasiz. Kelurmikanlar, ko'zlar yonib so'radi Bobur. Samarqandga kelganlar-ku Farg'ona vodiysining tarixiy olamga mashhur. Iloj topsalar albatta kelurlar. Alisherbek nihoyatda pok, avliyo tabiat odam deb eshitganmiz. O'zlari kelsalar, mudarris janoblariga ham manzur bo'lishlari shubhasiz. Mudarrisning endi sal chehrasi ochildi-yu, qaddini teklab, shoyat shunday bo'lsa deb qo'ydi. Eson Davlatbegim ularni ustalik bilan yarashtirganidan mamnun bo'lib, darsxonadan chiqdi. Qadrli ko'ruvchilar, bu haftagi dasturimiz mana shu yerga nihoyasiga erishadi. Yana uchrashguncha xayr, yaxshi qolinglar. Bu zulmatda yongan yulduzlar haqida hikoya. Erkinlik uchun, vatan uchun, haqiqat uchun biz kechirdik qamoqlarni, surgunlarni. Ammo yuragimizda bir nur bor edi, xalqqa bo'lgan muhabbat. Biz yulduzli tunlarda orzu qildik, bir kun kelib ozodlik tongi otishni. Yulduzlar so'nmaydi. Yulduzlar, tunlar abadiydir.